Bodek müşük dehqonchilik maydonida. Bodek müşük hikoyalardan. Avtori Sara Avgust. Tarjima qiluvchi Nuriya Abdukarim. Müşkeyik aka bodek müşükni dehqonchilik maydoniga kelib o'ynab ketishga taklif qilibdi. Dehqonchilik maydoniga bardog'ligidan xushal bo'lib ketgan bodek müşük hatto kechisimi o'zini traktorda o'ltirib ishab chiqibdi. Afsus, bu yerga kelgandan keyin bodek müşük shuni his qilibdiki, dehqonchilik maydonida qilgan ishlarining jiqqiqida boshqalarning uning bilan o'ynagandek vaqti chiqmabdi. Müşkeyik aka sut sig'iyotganda bodek müşük uning yordamlashmoqchi bo'libdi. Asta sig'iyotgan sut udul chashlab kelib, bodek müşükning ko'ziga kirib ketibdi. Aslida sut sig'ishmi unchalik o'ng'ay ish emas-ku. Müşkeyik aka tüymenge berib buğday tartmoqchi bo'lganda bodek müşükmi billa beribdi. Bodek müşük ming bir jafoda bir xalt unni tartib turishiga Müşkeyik aka bilan atrofdagi hamrohlari qaqoqlab kulishibdi. Aslida bodek müşük butun badaniga un yuqtirib olgan kulkuk turqi bayni oppoq soqolliq qora bovoyga o'xshab qolgan ekan. Müşkeyik singilchaq bodek müşükni agashtirib tuxum yiqqil beribdi. U bodek müşükni yig'ilgan tuxumlarni silish buyuribdi. Tuxumlarni avaylab silishni hargiz yiqib qo'ymaslikni jigalabdi. Bodek müşük tuxumga bek amroq bo'lg'achqa, shu topning o'zida bu tuxumlarni tetib boqqisi kelibdi. Müşkeyik singilchaq bodek müşükni yana üzüm tergili apiribdi. Bodek müşük o'zimi bir yoqda yegach targan üzümlarni sivetga sapdi. U üzümlarni yeyib tilimi so'zlar rangi o'zgarib qopdi. U xuddi tashqi planeta odamlardek bek qo'rqinchli bo'lib qopdi. Bodek müşkeyik aksini dehqonchilik maydonidagi asaliga ekan. Bodek müşkeyik aka bilan billa asal arillarini boqadigan joyga kelibdi. Ular har boqqishlar kiydigan sariq rangli kiyimni kiyib, aridan mudofialanish maskasini taqib, asal arilarining asal chiqarish jarayonini kuzatibdi. Oxirida yana texi mazlik asalni tetib boqdi. Bu ishlar bodek müşükka bek qiziqarli tuyulibdi. Müşkeyik singilchaq bodek müşükni oshxonaga akiribdi. Ular atgandan bir jafoliq ishlab tepib kelgan sut, un, tuxum, üzme, asal qatorliqlarni ustalga tizibdi. Albatta ular bu xurishlarni ishlatib mazlik to'rt pishirmoqchi ekan. Tushdan keyinlik choy ichish vaqtimi bo'lib qopdi. Ko'pchilik billa sut ichgach to'rtqimi ig'iz tegibdi. Nima degan mazlik, a? Oxir bodek müşükka traktorga o'ltirib, etizlarning manzarasidan o'zilmagan paytmi yetib kelibdi. Lekin ochiq ko'rinmaydi-ku. Müşkeyik aka shundoq beshini ko'tarib ayriliqdan vaqiribdi. Averdi ekan. Aslida ochiqni sig'izgan albatta emasmi? Uni cho'qim optob farqlayotgan ochiqchilik qilib olgan gap. Shuning bilan bodek müşük bilan Müşkeyik aka aksini ikkalan qozon qilmishlarni ko'tarib kelibdi-da, tuvoq qo'shiqlarni bir-biriga urib, dumboqdek chalg'iltiribdi. Darang-durung qilgan ovoz bilan tang sig'izgan qo'rqqandan ularga ochiqni tashlab uchib ketibdi. Hurra! Hurra sadolari bilan tang ko'pchilik etizlikdagi tantanasini boshlab o'tibdi. Bodek müşük hammadan bek hayajonlanib ketibdi, chunki u oxir traktorga chiqibdi.